Assalomu alaykum. Binandagoni aziz, در نوار برنامه نوبتی مناسبت امروز ما با برنامه مناسبت تحت رهبری حاکم ناحیه سرور شعبه کارهای داخلی و سرور اینسپکسیون انداز رو با استودیو تلویزیون سوخت دعوت کردیم. فاروق مدنی حرمت مهمانlar biz studiyoga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Albatta mana kecha hurmatli prezidentimiz rahnamoligida video selektor bo'lib o'tdi. Shu koronavirus tarqalishini oldini olish bo'yicha barcha topshiriqlar berildi. Hammani ogohlik va hushyorga chaqirdilar. Endi vahimaga hojat yo'q, lekin qay darajada biz ogoh va hushyor bo'lishimiz haqida gapirib o'tdilar. Beradigan sizga savolim, koronavirus tarqalishini oldini olish bo'yicha tumanda amalga oshirilayotgan ishlar xususida alohida to'xtalib o'tsangiz. Haqiqatan mana kecha 26-mart kuni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisliklarida koronavirus pandemiyasi bo'yicha epidemik nazorat vaziyat hamda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida video selektor bo'lib o'tdi. Video selektorda muhtaram yurtboshimiz bugungi kunda mana shu koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda olib borilayotgan ishlarimizni, yo'l qo'yayotgan kamchiliklarimizni belgilab berdilar. Albatta bugungi kunda xabaringiz bor, respublikamizda koronavirus pandemiyasiga zararlangan fuqarolar soni keskin oshib borayotganligi, qolaversa ular bugungi kunda to'liq karantinga olinganligi, ularga barcha tibbiyot soha xodimlari tomonidan chora-tadbirlarga belgilanganligiga qaramasdan favqulodda vaziyat sifatida ishlamasak natijaga erisha olmasligimizni qayta bizga ta'kidlab o'tdilar. Sababi mana birgina misol, mana Farg'ona viloyati So'x tumanimizda ham 15-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Ne'matovich tomonidan shu O'zbekiston Respublikasi koronavirus pandemiyasiga chalingan bir nafar fuqaro aniqlanishi to'g'risidagi xabar olingandan keyin zudlik bilan biz tumanda barcha sektor rahbarlaridan iborat fuqaro muhofazasi komissiyasi tashkil qilindi. Bu bo'yicha tumanimizda tezkor shtab tashkil qilinib, bugungi kunda kunlik amalga oshirilayotgan ishlar hamda amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarni tahlil olib borilyapti. Barcha sektor rahbarlari ishlarda bevosita mana shu tumandagi mavjud tashkil qilingan sektorlar, mana muhtaram yurtboshimizda qarorlariga asosan tumanda 4 ta sektor tashkil qilingan edi. Kecha muhtaram yurtboshimiz selektorlaridan keyin 6 ta sektor, ya'ni bu yerga bizda Milliy gvardiya hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ham qo'shildi. Tumanimizda jami sektorlarimiz 2 taga ko'payishiga erishildi. Albatta bu o'z navbatida mana shu epidemiyaga qarshi kurashishda bizga yana ham bir qo'shimcha kuch bo'ldi. Shuning uchun kecha yana muhtaram yurtboshimiz ta'kidlab o'tganlaridek aholiga yetkazishimizda albatta bu epidemiyani biz faqat har doim gapirib o'tadilar. Birgalashib, bir yoqadan bosh chiqarib jipshlashsakgina mana shunday ofatlar fuqarolarimizni zarar yetishiga osonroq kechadi, yetmasligiga. Qolaversa yana 10 kun, 15 kun xonadonlardan chiqmay o'tirib tursa, bu kunlar ham o'tib ketishligi, xudo xolasa yana yaxshi kunlar qaytishligi to'g'risida kuyunib gapirdilar. Undan tashqari yana mana shu tahlillardan ko'ra bugungi kunda 60 yoshdan yuqori bo'lgan nuroniylarimiz hamda 3 yoshgacha bo'lgan farzandlarimizni bugungi kunda tahlillar shuni ko'rsatadiki, eng avvalambor ushbu bemorlarimiz asosiy soni mana shu yoshga taalluqli bo'lgan fuqarolarimizga yuqishi aniqlanyapti. Shuning uchun biz iltimos qilib qolamiz, mana shu 60 yoshdan yuqori hamda 3 yoshgacha bo'lgan yosh chaqaloqlarimizni, go'daklarimizni o'sha karantin qoidalariga amal qilib, uylarida shu zarurat bo'lmaganda o'z yashash xonadonlari chiqmasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari mana yana kecha muhtaram yurtboshimiz shuni ta'kidlab o'tdilarki, bugungi kunda ommaviy to'planishlar, mahalla fuqarolar yig'ini raislari, profilaktik inspektorlari bunday holatlarga ko'zini yumayotganligini ham muhtaram yurtboshimiz gapirib o'tib ketdilar. Albatta biz bugungi kunda eng avvalambor o'zimiz, xonadonimiz, qolaversa ko'chamiz, qachonki agar biz eng avvalambor o'zimizni, oilamizni, ko'chamizni saqlasak, tumanimiz saqlanadi. Biz tumanni saqlasak, viloyatimiz saqlanadi. Viloyatni saqlasak, albatta respublikada bunday holatlarni oldini olishga biz o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Mana bugungi kunda jami demak 57 nafar fuqarolarimiz, So'x tumani fuqarolari karantinga olingan.
Shundan 7 nafari to'liq karantin holatidan chiqarildi. Albatta bularda 12 nafari Rossiya Federatsiyasidan kelgan shaxslar, 4 nafari Tojikistondan kelgan shaxslar, 12 nafari Qirg'iziston Respublikasidan kelgan shaxslarimiz hamda 29 nafari bu bevosita Qirg'iziston viloyati orqali o'tib kelgan shaxslarimiz hisoblanadi. Buning uchun biz yana chora-tadbirlar belgilab, bugungi kunda mana tumanimiz to'liq karantin holatiga keltirildi. Chegaralarimiz to'liq yopildi. Mana bugun biz tumanimizning birinchi sektor hududida yangi bir tashabbus bilan chiqdik. Ya'ni o'sha pokizalik maskani har bir mahallalarimizda shunday nomladik, pokizalik maskani. Ya'ni mahallalarimiz kirish qismiga biz shlagbaumlar o'rnatdik. U yerda jamoatchilik asosida albatta bizda navbatchilikda tashkil qilinadi. Sababi biz qachonki nafaqat xonadonimizga kirgungacha, biz mahallamizga bugun kirgungacha bo'lgan jarayonda agar biz karantin choralaridan shu talablarga rioya qilsak, o'shandagina xonadonimiz ham betalafot, beshikaz farzandlarimiz ham o'sha yerda yashaydi. Farruh Madamevich, mana shu hurmatli prezidentimiz kechadagi video selektorlarda shu ayrim soxta tadbirkorlar narx-navoni oshirganligi haqida ham to'xtab o'tdilar. Mana bugun bizning tumanimizda bitta markaziy bozor va filiallar mavjud. Mana kecha Panshaxi bozorda birga yurib narx-navo bo'yicha mana ko'rsatuvlar tayyorlab berdik. Juma bozorda, seshanba bozorda bo'ldik. Bugun narx-navo haqida sizning fikringiz? Biz chora-tadbirlarimizni eng avvalambor birinchi yo'nalishi bu mana shu narx-navo oshmasligi. Mana davlat soliq inspeksiya xodimlari hamda tuman prokuraturasidagi mana o'sha departament xodimlari bilan birgalikda biz barcha chora-tadbirlar amalga oshirganmiz. Lekin shunga qaramasdan mana shu jarayonda ba'zi bir tadbirkorlarimiz tomonidan sun'iy ravishda narxni oshirishga harakat qilishdi. O'z navbatda ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida bunday holatga chek qo'yildi. Hozirgi kunda mana bizning kunlik shtabimiz mana har bir oziq-ovqat mahsuloti bo'yicha mana bizda monitoring olib borilyapti. Bugungi kunda tumanimizdagi oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj bu yerda hammasi nomma-nom ko'rsatilgan. Mana birgina misol, mol go'shti tumanimizda 40 ming so'mdan oshirishga yo'l qo'yilmayapti. Qo'y go'shti 50 ming so'mgacha sotilyapti. Tuxum, masalan, mana bugun men o'zim Juma bozorida borib aylandim. 700 so'mdan bizda 600 so'mdan 700 so'mgacha bo'lgan jarayonda bozorlarimizda tuxumlar mahsulotini bemalol biz xarid qilishimiz mumkin. Kartoshka mahsulotlarimiz 2000 dan 2,5 minggacha bo'lgan jarayonda mana oziq-ovqat turlarimizni biz oshib ketishiga yo'l qo'ymayapmiz. Farruh Madamevich, yana bir oxirgi sizga beradigan savolim, mana shu ba'zi vahima, shov-shuvlarga sabab bo'layotgan shu falon joyda falon kasal chiqibdi, karantinga olibdi, falon gaplar ko'payapti-da endi. Albatta bu karantinga olgan odamlar kasal emas, faqat har qanday zarurat tug'ilganligi uchun ularni 14 kun karantinga olib va albatta sog'ligini tekshirgandan keyin mana uylariga javob bermoqda. Mana kecha ham hurmatli prezidentimiz aytib o'tdilar, hatto karantinga olgan shifokorlarga qanchaligi moddiy yordam berish haqida maxsus aytib o'tdilar. Shu haqida sizning fikringiz? Mana shu noto'g'ri va yolg'on ma'lumotlar tarqatgan, vohima va shov-shuvlarga sabab bo'lgan kishilar haqida. Endi nafaqat bu koronavirus to'g'risida, boshqa bir holatlar bo'yicha ham yolg'on ko'rsatma berish yoki yolg'on bir xabar tarqatish bo'yicha bizda javobgarlik masalalari mana tegishli jinoyat kodekslarimizda, jinoyat protsessual kodekslarimizda bu tegishli moddalar belgilab berilgan. Lekin bugungi vaziyatimizda mana shu bevosita koronavirus pandemiyasi bo'yicha har xil yolg'on yoki bo'xton xabarlarni tarqatganlarga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri huquq-tartibot idora xodimlari tomonidan jinoiy javobgarlikgacha bo'lgan choralar, hatto qolaversa karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzganlarga 10 yilgacha qamoq jazosi tayinlanganligi bu mana shu tegishli jinoyat kodekslarimizda belgilab berilgan. Albatta bu karantinga olindi degani bu bevosita koronavirusga chalindi emas, chunki biz qo'shni davlatdan kirib kelgan har bir fuqaromizni 14 kungacha karantinga olishga majburmiz. Chunki 14 bu jarayon
inson organizmida 14 kungacha o'zini belgilarini, simptomlarini beradi. Koronavirus pandemiyasi bilan chalinganlar, epidemiyasiga chalingan bemorlarimizni agar 14 kungacha jarayonda bunday holatlar sezilmasa, bular karantin tartibidan olinadi. Yana o'sha kunlik oddiy holatda o'zini kun tartibi bo'yicha yashashni davom etaveradi. Har bir karantinga olingan fuqarolarimiz bugungi kunda kundalik nazoratda, ularda har bir kunlik sutka davomida ularda shu sog'lig'i nuqtai nazaridan qilinish kerak bo'lgan chora-tadbirlar bizda amalga oshirilib borilmoqda. Tumanimizning iqtisodiy holati bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan, mavjud dasturlarimiz bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bu yerda demak, uyushmagan yoshlarni ish bilan ta'minlash, ularni ma'naviy yetuk qilish maqsadida bizda mana tumanimizda barcha sektor rahbarlari tomonidan ishsiz yoshlarni yoki bo'sh ish o'rinlarini to'ldirish bo'yicha ham chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Investitsiya dasturlari bo'yicha, qurilish masalalari bo'yicha mana tumanimizda davlat dasturiga kiritilgan qurilish obyektlarini qurish bo'yicha ham bizda bevosita barcha yo'nalishlar bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Chunki karantin degani bu hamma yo'qni tashab qo'yib yoki o'z holiga tashab qo'yish emas. Qishloq xo'jaligi yo'nalishi bo'yicha mana guvohi bo'llaringiz, tumanimizning barcha joylarida mana biz o'sha ko'chalarma mahalla yurganimizda ham, xonadonma-xonadon yurganimizda ham fuqarolarni mana bugungi kunda karantin, ya'ni ko'chaga chiqish taqiqlangan desak ham bo'laveradi. Taqiqlangan paytda fuqarolarimiz bevosita tomorqachilik bilan shug'ullanishlarini, yoshlarimiz mana bevosita so'q liniyasi, xalq ta'lim bo'limi bilan hamkorlikda bizda kundalik video darslarimiz tojik tilida ham, o'zbek tilida ham namoyish etilyapti. Hurmatli farzandlarimiz ham bugungi kunda karantinda bo'sh vaqtlarini samarasiz o'tkazmaslik bo'yicha qolaversa mana bugun kuni kecha hattoki biz maktabgacha ta'lim muassasasi yo'nalishi bo'yicha tarbiyalanayotgan jajji bolajonlarimizga ham biz mashg'ulotlar joriy qildik. Ular ham bugungi kunda hattoki maktabgacha ta'lim davrida o'sayotgan yosh bolajonlarimiz ham karantin davrida vaqtlarini samarasiz o'tkazmaslik bo'yicha barcha chora-tadbirlar belgilangan. Albatta biz xudo xolasa bu koronavirus pandemiyasiga birgalikda kurashib, bir yoqadan bosh chiqaramiz. Bu kunlar albatta muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek, agar biz mana shu karantin qoidalariga qattiq rioya qilib, shaxsiy gigiyenaga rioya qilsak, xudo xolasa 5 gaz betalofat chiqib, yana o'sha yorug' kunlar, yana o'sha damlar albatta qaytadi degan umiddaman. Ichki ishlar bo'limimiz boshlig'i o'tiribdilar. Said Bahrom aka, bizni televiziyaga xush kelibsiz. Avtomobil inspeksiyasida mana o'zingiz ko'chalarda yurib, mana masjidlarimizda hatto audio chaqiruvlar tashkil qilingan. Lekin shunga ham qaramasdan ba'zi kishilar mana uchrab turibdi, niqobsiz yurganlar. Shu haqida chora-tadbirlar qanaqa belgilangan? Karantin vaqtida shaxsiy gigiyena va sanitariya qoidalariga qat'iy amal qilish bo'yicha qayta mana televideniyada ham mana hozir o'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, biz tuman hududida 6 ta maxsus o'sha kuchaytirgichlar, ovoz kuchaytirgichlar bilan jihozlangan avtomashinalarda tumanimizda mavjud 27 ta mahallalarning har bir ko'chasida profilaktik ogohlantiruv ma'ruzalarini aytdik. Har bitta ko'chada yetkazdik shu narsani. Lekin mana hozir aytib o'tdingiz, ayrim fuqarolarimiz ming afsuski bu karantin qoidalariga yuzaki qarab, buni nima deydi, jiddiy e'tibor bermasdan buni buzish holatlari ham aniqlanyapti. Mana bugungi holatimizda mana shu karantin paytida ko'chaga mana hozir aytib o'tishdi, mana prezidentimiz ham kecha oldimizga qo'yayotgan vazifalarda qayta zarurat bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa ko'chaga chiqmaslik bo'yicha qayta ogohlantirish chiqyapmiz. Ming afsuski ayrim fuqarolarimiz bu ogohlantirishlarga jiddiy e'tibor bermasdan, hattoki ko'chaga niqobsiz chiqish mumkin emasligi va javobgarlik masalasi qonunda ko'rilganligiga qaramasdan ayrim holatlarda hattoki niqobsiz chiqqan holatlari ham bo'lyapti. Biz bu bo'yicha mana ayrim fuqarolarimizga o'sha qonunda belgilangan tartibda jazo choralarini ham qo'lladik. Mana shuning uchun bu paytda, karantin paytida mana ta'kidlab o'tildi,
qat'iy intizomga rioya qilishimiz kerak. Men kecha soat 21:30 da ishxonadan qaytayotganimda ba'zi bolalar ko'chada ketayotganda guvohi bo'lib to'xtab so'radim. Qayerdan kelyapsiz desam, hammomdan deyishdi. Bugun shu mana shu 21:30 da karantin paytida ko'chalarda yurishga ruxsat beriladimi? Mana batta bizni o'sha qonunda berilgan karantin paytida ehtiyoj bo'lmasa ko'chaga chiqmasin. Chiqmaslik. Uyda o'tirsin. Hurmatli ota-onalarimiz, farzandlarimizni, yaqinlarimizni sog'ligiga e'tibor bering. Har bitta oila rahbari o'zini farzandlarini, o'zini yaqinlarini hozirgi kunda o'sha ehtiyojsiz ko'chaga chiqarmasdan birga olib o'tirib, mana ta'kidlab o'tilyapti. Kitob o'qisin, bolalarga e'tibor bersin, yerga, tomorqaga e'tibor bersin, Albatta. oilaga e'tibor bersin. Ko'chaga chiqishni tavsiya etmayman. Barcha televideniye kanallarda mana darslar tashkil qilingan, darslarni tomosha qilsin. To'g'rimi Said Bahrom aka? To'ppa-to'g'ri. Mana karantin qoidalariga har bir fuqaro so'zsiz amal qilish shart. Shart. Karantin qoidalarini buzish ma'muriy va jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi to'g'risida men ogohlantirib o'taman. Shuningdek, karantin paytida agar biz qat'iy intizom bilan prezidentimiz tomonidan oldimizga qo'ygan vazifalarni hamjihatlik bilan bajarsak, qattiq intizom bilan o'sha barcha shifokorlarimiz tomonidan oldimizga qo'yilayotgan talablarni so'zsiz bajarsak, bu koronavirus balosini albatta yengamiz. Buning uchun qattiq intizom, hurmatli ota-onalarimiz, hurmatli oila boshliqlari, ehtiyojsiz ko'chaga chiqarmang. Farzandlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan uyda qoling. Ichki ishlar bo'limi, mana barcha davlat xizmatlari siz uchun xizmat qilamiz. Siz xotirjam bo'ling, uyda o'tiring. Uyda o'tiring va xotirjam bo'ling. Farzandlaringiz tarbiyasiga, tomorqangizga e'tiborni qarating. Ko'chaga chiqmaslikni yana biz sizga tavsiya etamiz. Uyda qoling. Davlatimiz hech qachon har bir fuqaroni birortasi davlatdan nazoratdan chetda qolmaydi. Har bittasi davlatimiz himoyasida. Shuning uchun bu karantin paytida karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlaringizni yana so'rab qolaman. Aks holda bundan keyin keskin choralar ko'riladi. Mana kecha Said Bahrom aka so'zingizni oldim. Mana kecha hurmatli mana hokimimiz Farruh Mademich video selektordan keyin bizni bir narsa qiynaladi. So'qchilik degan kalima bor dedilar. Biz shu so'qchilik deb haligi ozgina hurmat qilib, shularga haligi e'tibor, hurmatimizni joyiga qo'ysak, ular bizni haligi qo'rqyapti degan fikrda ko'chaga chiqyaptilar. Endi qonun doirasida kecha hurmatli prezident albatta chora ko'rish kerak deb taklifni berdilar. Albatta so'qchilikni sal chekkaga surib qo'yib, chora ko'rish vaqti yetib keldi endi. Agar shunaqa qilmasak, biz mana shu koronavirus balo qazodan qutulishimiz sal muammo bo'lishi mumkin. To'g'ri emasmi? To'ppa-to'g'ri. Mana O'zbekistonda davlatimizda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Butun dunyoni tashkil solayotgan koronavirus pandemiyasi minglab odamlarni yostig'ini quritganini hammamiz guvoh bo'lib turibmiz. Bu paytda mana bitta nodon shaxs agar o'zini hurmat qilmasdan bir nima deydi, to'planib bir marosimlarni uyushtirsa, uni orqasidan qancha fuqarolarimiz bu koronavirus bilan zaharlanishi mumkin va juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hatto shunga chora ko'rildi endi bugun. Chora ko'riladi. Mana 10 yilgacha mana ta'kidlab o'tildi. Agar karantin qoidalarini buzgan, ya'ni qasddan buzgani bor, beparvolik bilan buzgani bor. Bularga qonunda albatta jazo muqarrar. Mana 10 yilgacha bu ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazolar ko'riladi. Kechirmaydigan holatda bu. Jiddiy bo'ling, jiddiy e'tibor bering farzandlaringizga, oilangizga, o'sha yaqinlaringizni sog'lig'iga e'tibor qarating. Shuningdek, hozirgi kunda mana Farruh Mademich ta'kidlab o'tgan o'sha 57 nafar karantinli shaxslar bular kasal emas. Bular tibbiy nazoratda turgan shaxslar. Mana uy karantini deymiz. Bu vaqtda karantin qoidalarini buzib, uyda o'zboshimchalik bilan tashlab ketish holatlari bo'lsa, albatta bular ham ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilish haqida yana bir eslatib o'tmoqchiman. Sababi karantin paytida umuman
ko'chaga chiqmasdan shifokorlarimizni oldimizga qo'ygan tavsiyalari va talablarini so'zsiz bajarib, uyda o'tirishingizni, hech qanaqa bir ko'chaga chiqmasligingizni haqida yana ogohlantirib o'tmoqchiman. Men o'ylaymanki, agar biz hammamiz hamjihat bo'lib, intizom bilan birga harakat qilib, har bitta mahalla, mana prezidentimizning tashabbusi bilan bekorga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etilmadi. Har bitta mahalla raisi, har bitta o'sha mahalla raisini yonida turgan profilaktika inspektori va boshqa maslahatchilari bular o'zini hududi bo'yicha javobgar ekanligi to'g'risida bu ishlarni paytida albatta kerakli chora-tadbirlar va qonunda belgilangan tadbirlarda reja asosida shoshmasdan qo'liga qalam olib 7 marta emas 70 marta o'ylab turib amalga oshirishni so'rab qolamiz. Bu hamma fuqarolarimiz xotirjam bo'lsin. So'x tumanida oziq-ovqat zaxiralarimiz mavjud va yetarli. Shuning uchun hech qaysi oilamiz o'sha davlatni nazoratidan chetda qolmaydi. Albatta biz har bittasi bo'yicha o'zimiz himoyasiga olamiz va har bittasiga kerakli narsalarni yetkazib beramiz. Mana hozir ishonch telefonlari efirga uzatildi. Yana qaytadan beraylik. Albatta. Shu hurmatli fuqarolarimiz mas'uliyatingizni va intizomingizni yana qayta nima qilishingizni so'rab qolaman. Mana Farruh Madaviyevich taklif o'tganda, hozirda bizda yo'lovchi tashuvchi mana Damas avtomashinalari bizni juda tashvishga solyapti. Hurmatli haydovchilarimizga taklif o'tmoqchimizki, bu kunlarda dezinfeksiya qilinmagan va ruxsat etilmagan tartibda yo'lovchi tashish albatta qonun bilan jazolanadi. Ularga nisbatan ham qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlaymiz. Shuning uchun o'zboshimchalik bilan u avtomobillar chiqib, hali ruxsat etilmagan, litsenziyasiz yoki maxsus mana dezinfeksiya qilinyapti hozir o'sha nimalarimiz, yo'lovchi tashuvchi mashinalarimiz, ularga maxsus ruxsatnomalar berilgan. Undan tashqari chiqadigan bo'lsa, albatta qonunda belgilangan tartibda chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun o'zimizning taqdirimiz, farzandlarimizning taqdiri, oila a'zolarimizni taqdiri, mahalla, vatanimizning taqdiri bugun hammamizning qo'limizda. Shunga agar biz foydamiz tegmaydigan bo'lsa, albatta xalaqat bermasligimiz kerak. To'g'ri. Shunday emasmi Farruh Madaviyevich? Shunday, mana kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan o'tkazilgan video selektorda ham mana muhtaram prezidentimizning 4102 sonli qarorlariga asosan tumanda sektorlar tashkil qilingan. Demak, tuman 4 taga bo'lingan, hali ta'kidlab o'tgandek, bugungi kunda muhtaram yurtboshimiz har bir rahbar bundan buyon agar pastga tushib, piyoda yurib, mahallabay ishlamasak, albatta natija bo'lmasligi, o'sha yerdagi mahalla yoki qishlog'imiz o'sha yerda rivojlanish bo'lmasligini kecha yana ta'kidlab o'tdilar. Shuning uchun biz bugungi kunda mana yana shuni aytdilarki, qaysi viloyatga borsak, har bir mutasaddi rahbarlardan, hokimlardan mahallabay demak so'rov amalga oshirilishini yana bir bor eslatib o'tdilar. Albatta bizda bugungi kunda tumanda mana shu mavjud sektor rahbarlari haqiqatan ham piyoda yurib, mahallabay ishlab, xonadonma-xonadon, ya'ni manzilli ishlaydigan bo'lsak, o'sha muhtaram yurtboshimiz tomonidan qo'yilgan yuklatilgan vazifalar, ya'ni o'sha mahallani rivojlanishi, agar biz har bir oiladan boshlaydigan bo'lsak, bir oilani rivojlantirsak, mahallani rivojlantirsak, albatta tumanimizda har tomonlama iqtisodiy o'sish bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Eng avvalambor xalqimiz bizdan rozi bo'ladi. Soliq inspeksiyasi rahbari qatnashyaptilar. Mana Farijon beradigansiga savol, mana bugun ertalab siz bilan bog'lanib telefon orqali bir nafar kasal otaxon mana shu dori darmon narxi haqida, dorini haligi oldin 20 ming so'mga olayotgani va bugun 2700 so'm qimmatlashib ketayotgani haqida ta'kidlab o'tdilar. Albatta mana shu nimani natijasi, mana shu ishonch telefonlarini borligi, odamlar bizga ishonayotganligini sababi telefon qilib, mana sizga, bizga telefon qilib shu 2700 so'm narx oshganligi haqida aytib o'tdilar. Mana siz bilan bog'landik, siz borib mana shu dori darmon sotadigan dorixonachilarning mana fakturalarini tekshirdingiz. Shu haqida mana fikringiz qanaqa? Rahmat. Mana mendan yuqori
gaplarni hammasini aytib bo'lishdi. Tumanimiz hokimi boshchiligida shtab tashkil qilingan. Bundan tashqari bizni ham idoramizda turta guruh asosida shtab tashkil qilingan. Bugungi telefon orqali murojaat bo'yicha zudlik bilan biz xodimlarni jo'natib, ularni fakturasini hamda qilmas o'tayotganini biz tekshirdik. Haqiqatan ham bunday nimalar asosli deb topildi. Yana bu ishonch telefonimiz kecha-yu kunduz ishlayapti, 24 soat ishlayapti. Har qanday fuqarolarning savollariga javob beryapmiz. Bundan tashqari shu maxsus komissiyasining topshirig'iga asosan menimcha tumanimiz hokimining boshchiligida barcha tumanimizdagi umumiy ovqatlash oshxonalari yopilgan. Tumandagi buyum bozorlari yopilgan. Sport o'yingohlari, sport klublari hamda kompyuter o'yingohlari ham vaqtinchalik yopib qo'ygan. Buning natijasida 19 mart 59-69 prezidentimiz farmonlari chiqib, shu vaqtinchalik koronavirus pandemiyasiga yopilgan tadbirkorlarga qulaylik yaratilgan, imtiyozlar berilgan. Buni oddiy biriktasini aytib o'tsam, yakka tartibdagi tadbirkorlarning ijtimoiy sohasi bo'yicha 50% gacha kamaytirildi soliqlarni. Alkogol mahsulot sotuvchi korxonalarga 5% dan 25% gacha ularning soliqlari pasaytirildi. Yer va mol-mulk soliq to'lovchilarini 15-oktyabrgacha uzaytirildi. Hamda shu jismoniy shaxslardan olingan daromad solig'ini ham 1-maygacha uzaytirildi. Bundan tashqari yana kecha prezidentimiz video selektorda aytib o'tdilar, yana shu 1-2 kunda tadbirkorlar uchun yana qulayliklar va imtiyozlarga qarorlar chiqishi aytib o'tdilar. Shu mana hokim bu aytib o'tganlaridek tumanimizda zaxiralar mavjud. Vohimaga o'rin yo'q, ham narx-navolar hozircha ko'tarilgan yo'q. Ularning nazoratini olib, kunlik shtabiga axborotni berib kelyapmiz. Rahmat, mana tuman sog'liqni saqlash bo'limiz rahbari Rahmatjon aka qatnashib, niqobsiz yurganlar haqida va dori-darmon zaxirasi, mana karantinga olgan kishilar haqida va mana tumanimizda qolib ketgan quruvchilar, mana shu So'x tumanida qolib ketganlar, yo'l yopilgandan keyin shularning hol-ahvoli haqida sizning fikringiz? Avvalambor rahmat. Mana hozir aytganimizdek tuman hokimimiz, mana ichki ishlar bo'limi boshliqlari aytib o'tdilar. Ularga ham rahmat. Hozir biz shu vaziyatga qarab hammalari birga bir nimadan bosh ko'tarib, yoqadan bosh ko'tarib hammalari yordam berishyaptilar. Moliya bo'limiga, mana sog'liq bo'limiga rahmat deyman. Endi vaziyatga kelsak, haqiqatan ham bizda turgan o'sha 57 ta odam fuqaro, So'x fuqarolari, ular kasal emas. Ularda bunaqa kasal deb gap chiqarishyapti, boshqa bo'lyapti. Ular haqiqiy fuqarolarimiz, ular endi kontakt bo'lgan odamlar. Ular kasal deb bo'lmaydi ularni. Hammasi oilalarida sharoit qilib berilganmiz. Hamma doktorlarimiz har bitta hududdagi nimalarga biriktirilgan, har bitta hududdagi mana qop QPlardagi mudirlar javobgar hisoblanadi. Ularga yana 2 ta, 3 ta, 4 ta ishchilarni bog'lab qo'yganmiz. Har kuni mana men kecha bitta hududga bordim, 5 marta aylanibdi. O'shalarga rahmat deb keldim. 5 marta bir kunda aylanib ko'rib chiqdi. Karantinda turganlarni hech qaysi birida bunaqa kasallik alomatlari yo'q. Hozircha yo'q, yaxshi hammasi. Boshqa tomonlardan ham, masalan, oilada sharoit, produktlar nimalarni ham hammasi joyida. Eshitib ko'rib keldik. Endi men xalqdan iltimos qilardim, mana shu o'zimizning fuqarolarimiz endi o'zimiz asramasak bo'lmaydi. Endi bu meditsinada ham, tibbiyotda ham aytganki, birinchi profilaktika. Keyin kasallik. Profilaktika yaxshi joyga qo'ysak, u kasal ham bo'lmaydi. O'shaning uchun iltimos qilardimki, mana niqobsiz yurmas. Mana shu tibbiy xodimlar tomonidan qoidalar cheklan bukletlarni tarqatib berdik. O'shalarga rioya qilib vaqt-vaqtida joyda turib, nimasiz ko'chaga chiqmasdan, misol mana ko'chalarda ko'ribmiz. Mana bugun nimaga borib keldik? Sharqobodga, Sharqobod bilan Sho'rga borib keldik. Ko'chalarda qarasam, nima niqobsiz yurishibdi. Tushib ayrim kishilar tushib ularga tushuntirdik. O'sha holatlar agar
bu masalaga rioya qilsa hech qanaqa bizga xudo xolasa. Mana quruvchilar qolib ketgan. Quruvchilar qolib ketganda ham hammasini nazorat qilyapmiz, nazoratdamiz. Har birtasida yashash joylari yaxshi, nima haligi alomatlar ularda ham yo'q. Qishloq vrachlik punkti nazoratda turibdi. Tuman markaziy shifoxonada shtab tuzilganmi? Shtab tuzilgan, 4 ta guruh bor. Hozir men kechadan boshlab kruglashtirishni. Kun navbatchilik tashkil qilingan. Hozir bitta vrach, ikkita hozir ham turibdi. Mana tez tibbiy yordamimizda yoqilg'i masalasi qanaqa? Telefonlar bo'lganda, vizitlar bo'lganda. Yoqilg'i hammasi. Muammo yo'q hech qanday. Dori-darmon zaxirasi. Dori-darmon zaxira bor. Niqoblar aptekalarda mana biz ham ko'rib chiqdik. Bugun hamma dorixonalarimizda niqoblar bor. Hech qanday nima muammo bor? Mana tuman hokimi o'tiribdilar. Nima muammolar bor tibbiyotimizda? Muammo endi tibbiyotda hozircha yo'q. Hamma narsa yetarli. Faqat fuqarolarga yana iltimos qilaman, qoidalarga rioya qilsa bo'ldi. O'sha ko'chada ham ko'p transport, mana hozir kelayotganimizda ham ko'rdik, bir 10 ta sanadim men mashinada bittadan shofir yurib ketyapti. Zarurat bo'lmasa chiqmasligi. Zarurat bo'lmasa chiqmasligi. To'xtaydi. Yana fuqarolarga bitta iltimosim bor, tibbiy krug. O'shalarda ham agar nimasi bo'lmasa, haligi biron alomatlar, sog'ligi bunchalik nima bo'lmasa, vaqtincha bir hafta, 2 haftaga karantin bo'lgan sababli chiqmasligini talab qilardi. Ehtiyoj tug'ilmasa ko'chaga chiqmaslik va kasal bo'lgan davrda mana har bir qishlog'imizda qishloq vrachlik punkti tashkil qilingan. Hammasi xizmat avtomashinalar bilan tez tibbiy avtomashinalar ta'minlangan. Qolaversa mana 03imiz bor, to'g'rimi? To'g'ri. Shular orqali, telefon orqali agar chaqirsa biz ko'rib kelamiz. Markaziy shifoxona ham ko'p kelishni hojati yo'q. Ba'zi mana kasallarni qarab turgan kishilarga fikringiz qanaqa? Atrofda to'plab turib, endi ular albatta doktor bilan kirib davolamaydi, lekin shu atrofda to'plab turganlar. To'g'ri, o'sha gap ham to'g'ri. Endi hozir bizda misol bitta kasal yotsa shifoxonada, kamida 8 kishi, 10 kishi borib, bu oldindan ham shunaqa bo'lgan. Endi ularga chet qo'yamiz. Albatta, ular borishi bilan u kasal yaxshi bo'lmaydi. Albatta. Navarot borib, biror narsa o'ziga yoqtirib kelishi mumkin. O'shalarga ham iltimos qilardim, shu narsalarni endi chek qo'ysak yaxshi bo'ladi. Karantin davri o'tguncha agar shunga chek qo'ysak yaxshi bo'ladi. Chunki bizdan kasallardan bizga biron infeksiya yuqtirishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat, chegara yaqinda mol boqayotgan shu farzandlarimiz hamda dallarda to'plab turgan yoshlar haqida mana ba'zi guvoh bo'ldi, kecha tasvirga olayotgan paytda shular nazoratga olinganmi to'liq? Mahalla raislari tomonidan. Albatta buni mana kecha biz o'sha G'aznov, To'l, Qalacha hududlarida bevosita nazorat tartibida o'rganganimizda shuni guvohi bo'ldik. Shu bugungi kunda yoshlarimiz tomonidan o'sha uy hayvonlarini, chorva hayvonlarini olib chiqib boqish holatlari biz bugundan shuni topshiriq berdik. Albatta buni biz cheklov qo'ydik. Lekin yoshlar, uyushmagan yoshlar kecha guvohi bo'ldik. Mana biz tomonimizdan o'sha uyushmagan yoshlarni ish bilan ta'minlash maqsadida ularga ajratib berilgan yer maydonlarida dehqonchilik holatlari qilish aniqlandi. Albatta bu tabiiy holat. Chunki ertaga tumanimiz iqtisodiyotini rivojlantirish uchun biz to'xtashimiz kerak emas. Hatto niqobli yuribdi. Hatto o'sha dalada ham mana o'g'il qizlarimiz niqobda mana shu bevosita qishloq xo'jalik yo'nalishi bo'yicha o'zlarini maqsadlarini amalga oshiryapti. Mana muhtaram yurtboshimiz qarorlarida ham shuni ta'kidlanganki, maqsadsiz ko'chaga chiqmaslik, ya'ni maqsadsiz yurishni biz cheklaganmiz, lekin tomorqa madaniyat va dala madaniyatiga chiqib ishlaydigan fuqarolarimizga biz nazoratda ushlab turamiz, lekin cheklovlar amalga oshirilmagan. Albatta. Ular chunki ertaga bizni bozorlarimizda, ichki bozorlarimizda dasturxonimizni to'ldirish uchun mehnat qilishyapti. Saidbahor aka, fikringiz shu bo'yicha? O'sha albatta yosh bolalarni chorva mollarini berib ota-onasi beparvo ota-ona chiqaradi hozirgi kunda. To'g'ri. Bu mana meditsina nuqtai nazaridan ham hozirgi vaqt, karantin vaqtida ularni alohida nazoratga olishini barcha o'sha ota-onalardan so'raymiz. Bu hayvondan yuqadigan kasallar ham bor. Mana kecha o'sha guvoh bo'lganimiz bordik, aksariyat bolalarga niqob tarqatib kiygizdik, boshqa qildik. Lekin hurmatli ota-onalarimiz o'zi bitta savol, haqli savol.
kim uchun yashayapmiz? Farzandlarimiz uchun. Demak, farzandlar uchun yashaydigan bo'lsak, ularni sog'lig'iga beparvo bo'lmang. Ularni saqlang. Bitta nafaqat So'x tumani, barcha mana shu O'zbekiston Respublikasining sog'lig'i, fuqarolarimiz sog'lig'iga hozirgi kunda xavf soladigan ishlarni qilmang. Albatta bunga e'tiborli bo'lasiz degan umiddamiz. Bo'lmasa bu ham biz ham ota-onalarni shu farzandlariga e'tiborsizlik bo'yicha qonunda belgilangan o'sha choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Ota-ona farzandni, voyaga yetmagan farzandini hozirgi kunda o'sha zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqarmasdan birga olib o'tirsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Bu munosabat ko'rsatuvdi tuman hokimi Farruh Majid rahbarligida. Sizlarda qanaqa fikr-mulohazalar bo'lsa, albatta fikr-mulohazalaringizni kutamiz. Mazmunli va qiziqarli suhbat uchun rahmat. Xush kelibsizlar.